Assalomu alaykum azizlarim, aziz kuzatuvchilarim, obunachilarim. Hammanglar sog' salomatmisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Boringlarga shukr hammanglarni. Bugun shunaqa ochirim qilamiz. Sizga yomonlik qilayotgan insonlar bormi atrofingizda? Nima uchun sizga yomonlik qilyapti deb ko'rib olamiz. Qani? Sizning dushmaningiz bormi? Siz kimdandir gumon qilayotgan bo'lsangiz, ko'rishingiz mumkin. Daroni bilmadim, negadir negativ video olgim kelmaydi. Dushmanlari bori yaxshi, negativ insonlarning bori yaxshi ba'zida. Qani ketdik, sizni variant qilaymi? Kelinglar, variant qilamiz unda. Birinchi variant, ikkinchi variant. U kim? Qanaqa energiyada? Birinchi variant, ikkinchi variant. Sizga yomonlik qilmoqchi bo'lib turgan inson hozir nimani o'ylab turibdi? Qani? Nima uchun sizga yomonlik qilmoqchi deb ko'rib olamiz. Nima uchun? Niyatiga yetadimi? Qani ko'ramiz. Niyatiga yetadimi? Ko'rib olamiz. Qani ketdik. Birinchi variant, ikkinchi variant. Sizga yomonlik qilmoqchi bo'layotgan inson bormi? Qani u qanaqa holatda? U inson bor, lekin sizga yomonlik qilishni o'ylab turibdi. Nima uchun sizga qilmoqchi? Sizda yutuq ko'p, sizda mukofot puli ko'p, sizda xursandchilik ko'p, sizning hayotingizda hamma narsa yaxshi. Kutilmaganda surprizlar, sovg'alar, takliflar, moliya tarafdan, pul tarafdan, mana har doim siz o'zingiz ustingizda ishlaydigan insonsiz. Har doim to'xtamaysiz siz, har doim o'zingiz ustingizda ishlaysiz. Sizda to'xtab qolish yo'q. Har doim intiluvchan insonsiz. Shuning uchun ko'p o'ylanadi. Balki sizga nisbatan hasadi bordir ozgina. Balki siz undan o'tib ketayotgandirsiz. Siz erishayotgan yutuqqa bu inson erisha olmagani uchundir. Lekin ko'p o'ylanib qoladi. Sizning yutuqlaringizni ko'rib bu inson o'ylovda. Qani nima qilmoqchi bo'lyapti sizga nisbatan ko'ramiz. Siz o'zingiz ustingizda ishlaydigan inson ekansiz. Shuning uchun nimagadir sizdan shubhalanadi. Qarang, sizda har doim yo'l ochiqda, yo'lingiz ochiq. Nima xohlasangiz sizda yo'l ochiq. Yo'lingiz ochilib ketadi. O'zidan o'zi sizga eshiklar ochilib ketadi. Yaxshi eshiklar ochilib ketadi. Shu narsa bu insonni xafa qiladi. Hasadgo'y insonda, конечно, ochilmaydi yo'llari. Sizda lekin har doim yo'lingiz ochiq. Shu narsa buni shubhalantiradi. Balki bu sizdan shubha qilayotgandir. Inson o'zi qanaqa bo'lsa, birovni ham shunaqa deb o'ylaydi-da. Sizdan ozgina shubha qilib turibdi. Nima uchun shubha qilyapti desam, sizda yo'l ochiq har doim. Nimaga meni yo'lim berku, nimaga buni yo'li ochiq degan narsa buni xafa qilyapti. Ya'ni bu inson qanaqadir shunaqa yomon nimaga borib qolgan, nima deydi, vahimaga, nima deydi, hirsiy buzilish bor bu insonda. Ko'ra olmaslik, hasad bor bu insonda. Nima uchun bu insonda har doim ochiq yo'l, har doim bunda zo'r, hammasi zo'r, o'zini ustida ishlaydi degan narsa bor. Niyatiga yeta oladimi? Yo'q, niyatiga yeta olmaydi. Sizdaqa mas'uliyat ola olmaydi. Siz mas'uliyatni bo'yningizga oladigan shaxssiz. Har doim harakat qilib, o'sha intilgan narsangizga yetadigan insonsiz. Shu narsani natijasini, mas'uliyatini bilib turib qiladigan insonsiz. Sizni ko'ra olmayotgan, sizga hasad qilayotgan azizlarim, variant aytaman. Qarang, balki dugonangizda, balki ishxonada qanaqadir hamkasbingiz bo'lishi mumkin yoki dugonangiz qanaqadir billa ishlaydigan, billa o'qiydigan dugonangiz bo'lishi ham mumkin. Ko'proq ayol kishi bu yerda ko'ra olmaslik qilyapti. Ozgina hasad. Nimaga bunda yaxshi-yu, menda yo'q. Lekin siz olgan mas'uliyatni bu ola olmaydi. Ya'ni sizga yomonlik qila olmaydi baribir. Siz har doim nima deydi? Chiqib ketasiz vaziyatdan. Niyatiga yeta olmaydi bu inson. Balki qarindoshlaringiz ichidadir, balki ishxonadadir, balki o'qishdadir. Lekin ayol kishi, sizni ko'ra olmayotgan inson ayol kishi. Hech narsa qila olmayapti ham, sizga nisbatan qila olmasin ham. Ikkinchi variant u, qarang, sizni ko'ra olmayotgan inson nimaga hayot adolatsizlik bo'lyapti, nimaga meni taqdirim bunaqa degan xayolda.
Nimaga unda hammasi yaxshi? Qarang, sizda hammasi yaxshi. Siz kontroldasiz. Sizni ta'minlab turadigan inson bor. Sizda qanaqadir qobiliyat ham bor, ezoterik bilim bor, qanaqadir sizda hammasi yaxshi. Nimani bildiradi u qobiliyatingiz? Nimaiki xohlasangiz qila oladigan insonsizda. Sizda hamma imkoniyat borligini aytyapti. Nimaga hayot adolatsizlik qilyapti? Bu inson umidsizlikka tushib qolyapti. Sizda yaxshiligini ko'rib, umidsizlikka tushib qolyapti. Qani davomini ko'raylikchi. Nima uchun sizga hasad qilyapti bu inson? Bu insonda qanaqadir sizga nisbatan ikkilanish bor. Chunki qarang, siz aql bilan ish qiladigan insonsiz. Siz his-tuyg'uga berilib, emotsiyaga berilib ish qilmaysiz. Siz har doim aql bilan ish qilasiz. Shuning uchun siz tarafga har doim ikkilanib qoladi. Siz adolatli shaxssiz. Adolat bilan, to'g'rilik bilan qilyapsiz, sizda yutuq bor. Bu insonda unaqa narsa yo'q. Siz to'g'ri qilayotganligingiz bu insonni ikkilantiryapti. Nimagadir sizga nisbatan hasadgo'ylik qilyapti bu inson. Umidsizlikka tushib qolyapti. Chunki sizda hammasi yaxshi. Chunki siz adolatli insonsiz, halol insonsiz. U mana nimangizni ko'ra olmaydi sizni. Qarang, siz har taraflama kuchli ayolsiz, kuchli, adolatli, halol insonsiz. Har doim to'g'ri yondashasiz hamma narsaga. Ya'ni noto'g'ri tushunmaysiz, to'g'ri qabul qiladigan. Moliya tarafdan, pul tarafdan, karyera tarafdan kuchliligingizni aytyapti. Shuning uchun adolatsizlik deb aytyapti. Chunki siz kuchlisiz har taraflama. Sizda hammasi yaxshi. Hammasi yaxshiligi uchun ozgina hasadi bo'lishi mumkin sizga nisbatan, lekin sizga hech yomonlik qila olmayapti, qila olmaydi ham. Chunki har doim nima deydi, adolat qaror topadi. Chunki siz adolatli shaxssiz, har doim adolat qaror topyapti, yutib chiqyapsiz. Omad tilayman. Menda o'zi negativ karta tushmaydi, bilmadim. Hech narsa qila olmayapti dushmanlaringlar. Qila olmasin ham. Hasad qilgancha qolib ketyapti.